Yandex-chilarni dardi. Telefon umuman ishlamayapti. Lokatsiya ham ko'rsatmayapti. Jonga tegdi bu musor telefon. Zaryadkasi bir kunga ham yetmayapti. Bormi o'zi normalniy telefon? Borsiz so'ragandagi telefon. Bitta emas, naqd 3 xilidan topib qo'yganman. Ko'rishingiz mumkin, bu smartfonimizning ko'rinishi xuddi iPhone 17 Pro Max'lar bilan bir xil qilib ishlab qo'yilgan. Mana shu kamera joylari bu smartfonimiz ZT Blade A76. Akkumulyatori 5000 mAh. Siz so'ragandek bemalol bir kunga yetib beradi. Telefon ilovalarda qotmasdan ishlaydi. Yandexni ishlatayotganingizda ham o'zini tezkor 4 GB lik xotirasi hamda qo'shimchasiga 8 GB lik xotirani ham qo'shsangiz bo'ladi. Tezkor quvvatlash hamda kamerasi sun'iy intellektda ham bor. 50 megapiksellik kamerasi. Keyingi modelimiz bo'lsa ZT Blade A56. Bu smartfonimizda ham akkumulyatori 5000 mAh. Lokatsiyalarda qotmasdan ishlaydi. Akkumulyatori bemalol bir kunga yetib beradi. Hali aytganimdek tezkor xotirasi bunda ham 4 GB hamda qo'shimchasiga 8 GB qo'shsangiz bo'ladi. Yana bitta iPhone 17 Pro Max dizayniga o'xshash ZT Blade A36. Bu smartfonimiz ham akkumulyatori 5000 mAh. Akkumulyator sizga bemalol bir kunga beminnat xizmat qiladi. Lokatsiyalarda qotmasdan ishlaydi. Siz xohlagan barcha ilovalarni ochadi. Ishingizga ancha foyda keltiradi. Ko'pchiligiga qiziq, korobkasidan nimalar chiqadi deyshadi. Korobkasidan xullas hech qanaqa ortiqcha rasvod qilmaysiz, o'zini chexoli ham chiqadi. SIM kart joyini ochish uchun ninasi, dokumentlari, iboda o'zini galovkasi hamda Type-C kabeli. Xullas Yandex chaka ukali, sizlarga mana shu zo'r telefon, ekrani ham katta, akkumulyatori ham baquvvat hal etganimdek, bu smartfonlarni eng zo'r narxda faqatgina Open Shopdan naqd yoki boshlang'ich to'lovsiz muddatli to'lovga ham xarid qilsangiz bo'ladi. Eng zo'r tarafi, butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Muddatli to'lovga ham pasportingiz bilan plastikingiz bo'lsa bo'ldi. Batafsil ma'lumot olish uchun 71 203 66 60 ga qo'ng'iroq qilib, o'zingiz istagan smartfonni eng zo'r narxda xarid qilib oling.